Aziz kitobxonlar, bugun sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitobim Qidiruvdagi qiz deb nomlanadi. Kitob muallifi Luqmon Bo'rixon. Qidiruvdagi qiz asarini o'qishni boshlangandan to oxiriga yetgunicha o'quvchini qiziqishga soluvchi asarlar sirasiga kiradi. Asar bosh qahramoni Malik gapga chechan, yigitlarga xos sho'x va qiziquvchan yigit. U suratkash. Malik Habiba ismli qiz bilan tanishib qoladi va turli voqea va hodisalarni boshdan kechiradi. Sababi Malik Habiba bilan bo'lgan sevgisi o'rtasida uchinchi kishi borligini bilmasdi. Hammasi qiz yo'qolgach, qidiruvga berilgach oydinlashdi. Qizning yo'qolishida yigitni ayblanishi, jinoyatchiga aylanib qolishi ham voqealar rivojini umuman boshqa o'zanga burib yubordi. Bir tomondan qaraganda asar detektiv janriga ham tortadi. Bu asarning inson tuyg'ularidagi favqulodda o'zgarishlarning ajoyib tahlili ham deyish mumkin. Muallif buni o'zbek tili imkoniyatlaridan, so'zlar kuchidan keng miqyosda mohirona foydalangan holda maromiga yetkazgan. Aynan shuning uchun ham bo'lsa kerak, Luqmon Bo'rixon asarlari kitobxonlar e'tiboridan chetda qolmay sevib o'qiladi. Ishq, sevgi qayg'usi, tabiat va inson ruhiyatiga chizgilar va detektiv bir asar o'qishni istasangiz, Qidiruvdagi qiz kitobi ayni muddao bo'la oladi. Asarni o'qir ekansiz, ana shunday saviyaviy va kesatikli yumorlar ham talaygina. Bu rang-baranglikdan dilingiz yayraydi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni sizlarga o'qishga tavsiya qilib qolaman.